Oldinlari onam pishirish va uy ishlarini o'rgan desa, men uy bekasi bo'lmayman, menga kerak emas, baribir kelajakda katta kompaniya, korporatsiyalarda ishlayman derdim. Keyinchalik tushunib yetdimki, yaxshi hayot tarzi uchun pishirish va tozalash hamma odam bilishi kerak bo'lgan basic vazifalar ekan. Hozir ishlayotgan korporatsiyamga keladigan bo'lsak, 3 kishidan iborat: xo'jayin, men va yana bitta ishchi. Ozgina adolatsizliklar mavjud, ya'ni haligi ishchining vazifalarini ham men bajaraman, u shunchaki oylik olaveradi. E'tiroz bildiray desam, u xo'jayinning bolasi, shunga baribir u tomonga yon bosadi. Hech kimga aytib yurmang-ku. Tanish bilishchilik juda ham kuchli bu yerda, chunki haligi ishchini men cho'miltirib, ovqatlantirib uxlataman. Oylikka keladigan bo'lsak, u mendan yaxshiroq oladi. Men esa ba'zan o'zimni faqat ovqat va boshpana uchun ishlayotgandek his qilaman. To'lov bu yerda ish samaradorligiga qarab emas, boshliqning kayfiyatiga qarab to'lanadi. Yaxshi tomonlari, istagan yeguligim tekin va uy bilan ta'minlanganman. Korporatsiya muhiti menga juda ham yoqadi. Bugalteriya ham mening vazifam bo'lgani uchun qog'ozda chiqimni ko'paytirib, ozgina pul ham o'g'irlab turaman. Shunga majburman, chunki xo'jayin menga o'zim istagan hamma kiyim va kosmetikalarni olib bermaydi. O'zim olishimga to'g'ri keladi. English va Solaning bu kabi ishlaridan boshliqning xabari bor, lekin negadir haydab yubormaydi. Menda ozgina ko'ngli bor nazarimda. Sizchi, sizning korporatsiyangiz necha kishidan iborat?